Bu safar kir mashinani qulflanib qolishi haqida bo'ladi. Bu savol juda ham ko'p uchradi. Nima uchun qulflanib qoladi? Kir yuvish jarayonida, kir yuvib bo'lgandan keyin eshik qulflanib qolishi haqida bo'ladi. Oddiy video oxirigacha ko'rsangiz, oddiy jilka ip orqali, ya'ni oddiy ip orqali qanday qilib eshikni ochish mumkin, shular haqida gapirib o'taman. Va buning sabablari, ya'ni uchraydigan eng ko'p sabablar nima uchun bu qulflanib qoladi, shular haqida ham batafsil tushuntirib o'taman. Avvalo, doim kir mashina haqida chiqish qilganlarimda bir aytaman. Ko'p narsaning sababchisi bu filtr, suv ketish tizimi. Ko'p narsaning sababchisi bu. Bu yerda ham sababchi bu birinchi o'rinda ko'p uchraydigan holati bu filtrdan bo'ladi. Ya'ni eshik ochilmay qolishining sababi suv yaxshi ketmaganligidan bo'ladi. Suv ketmayaptimi, bu hech qachon ochilmaydi. Xavfsizlik yuzasidan bu ochilmaydi. Ichida suv bor. Demak, nima qilishimiz kerak? Filtrni tozalashimiz kerak bo'ladi. Bir oyda bir ochib, ichida tanga tushgandir, nimadir cho'ntakda nima bo'lsa, shunga to'lgan. Filtr tiqilib, suv yaxshi ketmaydi, pompa deymiz. Yaxshi ketmaydi-da, bu yerda suv oxirigacha chiqib olmaydi va to'ladi. Demak, birinchi o'rinda suv ketish tizimini tekshiring. Filtr tozalang. Filtr tozalaganingizda ham shu holat bo'ladigan bo'lsa, demak, orqa tomon shlang chiqib ketgan joyini to'g'rilang. Ya'ni suv ketadigan shlang tekshiring. Balki bukilib qolgandir, balki o'sha tirkachaga tiqilib qolgandir. Demak, birinchi o'rindagi sabab eshik qulflanib qolishining birinchi o'rinli sabab, demak, suv ketish tizimi. Ikkinchisi qulf. Qulf, ya'ni buni qulf yaxshi ishlamay qolishligi. Nima desam bo'ladi? Qulf ko'p holatlarda ishdan chiqib qoladi. Deylik, siz xlopikka qo'ydingiz, xlopik uzoq yuvishga qo'ydingiz, u paytda 80-90 gradusgacha yuvadi. Kir mashina suvni haroratini ko'taradi. Shu paytda qulf qizishi mumkin, uni kutishingiz kerak. Darrov 1 minut ochmasligi mumkin, 5 minutgacha ochish mumkin. Demak, qulfdan ham bo'ladi. Uchinchisi bu plata. Ya'ni plata buyruq bermayapti ochishga. Nosozlik bu ham. Bu endi kam uchraydi. Qulf, plata kam uchraydi. Avvalo birinchi o'rinda shu. Qulfni ham tekshirish kerak. Agar qulfdan nosozlik bo'lib qolishi mumkin. Oddiy, demak, endi men sizga jarayonni tushuntirib o'taman. Qanday qilib jilka orqali ochish mumkin? Men sizga hozir tushuntirib o'taman. Demak, ochilmayaptimi? Avvalo suvni chiqarib tashlashimiz kerak. Har bir kir mashinada запасной shlang bo'ladi, mana shlang. Ko'p mashinada 20 sent, ko'p mashinada 30 sent chiqadi shlang. Bu suv chiqarib tashlash ichidagi, demak, ochilmayotgan bo'lsa suv chiqarib tashlash anaqasi bo'ladi. Buni chiqarib tashlaymiz biz hozir va balki shu holatda mana chiqarib tashlaganimizdan keyin bu qulf avtomatik ochilib ketishi ham mumkin. Hozir siqib suv chiqarib tashlaymiz. Mana ko'rdingiz, suv chiqarib tashladim. Mana bekitdim. Mana shularga ichkariga tiqib qo'yamiz mana joyiga. Mana ichkariga qotirib qo'yamiz joyiga, xuddi shunday qilib. Endi esa filtrni tozalab olamiz. Oddiy patnis orqali patnis qo'yamiz tagiga. Patnis qo'yamiz. Filtrni tozalab olamiz. Mana kiyimlarda qoladigan o'sha ayollar kiyimida qoladigan marjon narsalar chiqdi mana. Filtr toza, yaxshi. Endi uni tozalab olib, yerga qotiramiz buni. Joyiga qotiramiz. Agar shu holatda ham ochilmaydigan bo'lsa, buni mahkam tortish mumkin emas. Bu zarar qiladi, qulfiga zarar qiladi. Mahkam tortish mumkin emas. Mana jarayonni ko'rsatdim. Ya'ni suvni chiqarib tashladim. Endi ko'p holatlarda shu holatda eshik ochiladi. Eshik ochilishi kerak. Agar yo'q, shu holatda ham ochilmaydigan bo'lsa, demak, jilkadan foydalanishga to'g'ri keladi. Mana jilkani olamiz. Deylik, shuncha olamiz. Ozgina qirib olamiz. Mana jilkani qirib oldik. Qanday joylaymiz? Joylashda mana shu orasiga tiqamiz. Ya'ni jilkani kir mashina bilan eshik orasiga tiqib boramiz. Mana hozir jarayonni tushuntiraman. Mana jilkani qirib oldim va orasidan o'tkazib boraman. Ya'ni kir mashina bilan orasidan o'tkazib boraman.
tutqizdim va o'zimga tortaman. Bu yerda anaqani tiliga tushishi kerak bu. Qulf tiliga tushishi kerak. Ko'rdingizmi? Demak, bu yelkadan tortgan paytingizda tili ochadi. Mana shu tiliga kirib boradi bu. Sizni tortgan paytingizda tiliga kirib borib, orqaga tortadi. Va mana ochiladi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Mabodo tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozing, savol bering, javob beraman. Va bu chiqishim foydali bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosing. Bu like va podpiska bizni qo'llab-quvvatlaganingizni bildiradi. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.